Do'stlar, mana bir kamerada olingan edi. Bu birda. Mana yaqinlashtiradi. 2026-yil 20-iyun Toshkent viloyati Qibray tumani Madaniyatda Fayzli ferma rekordga keldik do'stlar. Manzarani qarang, ob-havoni zo'ra. Voh, Xudoyim mo'jizalari. Niyat qilgan akalarimizga mana shunaqa dargoh qilib olishlikni Allohim o'zi o'ylaganlaridan ham tezroq yetkazsin. Sotuvda metal bo'g'ozlarimiz bor, estollarimiz bor. Hozir katta, to'liq har bittasining ma'lumotlarini olamiz. Do'stlar, fikringlarni videoni oxirida kommentariyaga qoldirsanglar, xudo xolasa, biz hammasining ma'lumotlarini berib boramiz. Kecha Elmurod akamdan chiqaruvdik, zo'rlarini, Xudoga shukr, yuzimiz yorug', hammasi sotilib tugatildi. Hammasi tugadi. Lekin narxlar 80-90 yo'q, ancha yumshoq. Do'stlar, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqib qolmasin, aktiv zo'r. Podpishka qilgan hammaga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Ularni qarang, ketdi, men pastga tushib olay. Ketdi mana do'stlar. Sayfiddin aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi kelibsiz? Zo'r, Allohga shukr. Joningiz omonmi o'zingizda? Rahmat. Oldingi partiya chiqargan qo'rachilarimiz qanaqa? Tugadimi aka? Ketdi aka. Hammasi ketdimi? Ha, ulardan bitta qoldi, u bekitadigan joyi yo'q. Ha, bitta qolgan. Ha, qolgani sotildi. Bu natija qanaqa? So'rovchilar talab shu aytganimdek semental qo'lingizni ichib olishlar. Shunaqa bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Semental bu aniq qizil ukraingachi ikkoviga asosan. Mana do'stlar, bularni qarang endi. Oho! Dedilar, bitta video qilaylik dedilar. Aka, semental aka narxi 90-100 lar yo'qmi desam, yo'q-a? Yo'q aka. 80 ham yo'q. Yasha. 80 ham yo'q. Ketdi aka, bitta. Galishtinlardan boshlab olsak-chi? Nima deysiz? Galishtinlardan. Bo'laveradi aka, bo'laveradi. Bular nechinchi qoringa bo'g'ozlik davri qanaqa aka? Hey. Buni qarang. Bu bittasi, mana bu ikkinchisi. Hey, unaqa qilalaring. Shulgisi kelyapti. Mayli yuraversan aka. Qarang. Mana shu ikkinchi qoringa. Katta ekan, lekin bo'ylari. Ha, balandligi metrga ham savolayversin kelib. Aha. 1.65 balandligi. Men 70 lar bo'lsa kerak dedim aka. Balki chiqaram, ha? Orqasidan o'lchasa 70 kelib qoladi, oldidan katta-da. Shunaqa, katta. Mol katta. But-butun, ha? 4 ta yilini bo'g'ozligiga tabiiy olaversin. Muammosi yo'q. Savdiniga qornidagi nechinchisi buni? Ikkinchisi u. Voh, rasani ustga tushgan joyi ekan. Mana bunisi kelyapti endi. Mana bu sherigi. Aha. Yetilib turibdi bu. Ha. Bir 10 kunligi qolgan. U nechinchisiga? Uchinchisiga. Ha, bunisi 3 ga. Mana shuni tuqsa, uchinchisini tuqqan bo'ladi. Mana. Aka bilan nechtadan sutga deb beramiz? 35 taga 30 ta. Mana bu 35 ta. 40 ta ham beraveradi. Ha. Endi hamma gap o'qitdi, boqishga. Shuning uchun 5 litr, 6 litr kamini beraverak. Ha, to'g'ri, hamma sizdagi boqoldimi? Lekin Toshkentda qolsa, undan ham ko'proq berish mumkin, chunki bardalar bilan sutchakilar boplaydi. Bekitadigan joyi yo'q. Mana. Ikkovi ayb nuqsoni yo'q. Ha, but-butun mollar. 8 oylik yetuk bo'g'oz. Yetuga 10 kun bormi? 15 kun, 10 kun atrofida. Uzoqga ham yetib borib tug'ar ekan-a? Shunaqa. Yo'lda to'q qo'ymas ekan. Shunaqa. Tayin. Aha. Tayin mollar. Mana. Oyoqlarini ham mana do'stlar, yukiga mensimaydigan darajada. Hozir odamlar oyog'idan qo'rqmay qoldi, u griboklarni. Oson bo'lib qoldi. Juda oson bo'lib qoldi. Oldin vahmaydi. Hozir dorilar chiqqan. Bularni qarang. Yoqmagan joyi bo'ladi oyog'ida. Kelib qilib ber desa, ortkincha qilib ham beraveramiz. U muammo emas. Bo'ldi aka. Savdoniga nech bilan so'raymiz shularga? Ketib boshladik bo'lmasa aka. Qarang. Ikkinchi qoringa bo'g'oz yo bir joyda aytasizmi? Ikkinchiga, uchinchiga. Aha. Bir joyda aytaveramiz. Bunisiga 1 oy, anisiga 10 kun, 15 kun. 15 kun. Ha. Qo'shib qo'yaq. 57 dan 57 million? 57 milliondan mana buni qilayaq. 57 dan kami bor, dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. 65 litr sutga. Xudo olasa. Boqsa shunaqa holat. Hozircha bebolalar shunaqa narxdan qo'yyapti. Aka 40 ga suti bebolalar. Shunaqa. Yana ani tug'ib bo'lgan hali gumon qolni deyiladi. Bular tayyor-ku, yengil motor. Hech qanaqa muammosi yo'q. 7 ishda 4 ta yilini oyoq qo'li muammosi yo'q. Odamlar rekordda mol qimmat deydi, bekor gap ekan-ku. Ya, u gapiraveradi aka u. Mana do'stlar, xohlik
bir qichqiradi. U Ha. Xohlagan joyga solishtiringlar. Xohlagan joyga. Mana shunaqa mol. Tanlayman deb qolsa-chi. Tanlayman deb qolsa. nima deysiz? Tanlayman deb qolsa, tanlab olaman desa. Tanlab olsa aka, ozgina raznisasi bo'ladi, lekin bir joyda olib qo'yaversa qiziqqanlar. To'g'ri, lekin shunaqa aka. Mana sutga ishlaydigan akalarimizga zo'r ekanda. Keyin eng muhimi-chi, mollar zo'r dam olgan. Ularni qarang, badani to'la. Och-poch, oriq, tiriq emas. Oyoqlari but-butun. Bu yerga yaqin. Bu novcharoq. Quyuq suyuq ikkovini bir joyda olsa, hech kim ziyon qilmaydi, xudo xolisa bularda. Xudo xolisa. Qochirib qo'yib, yana sotib olsa ham ziyon qilmas ekanda. Shunaqa. Ustidan foydalanyapti. Har tomonlama hisobi bor mollar. Yashayan aka. Mana. 57 milliondan kami bor, dastlabki 12 viloyat O'zbekiston bo'ylab. Qilib olaman desa-chi, normalniy kamini ham qilib beramiz. Tushib ham beramiz aytgan narxda. Doktori bilan xotirjam kelib tekshirursin. Shunaqa. Endi o'tdik aka ma'mulaga o'tdik endi. Odam ichini yondirdik. Mana buni aytib ketaylik bitta ekan. Qarang. Bular ham sementallar bilan sherida. Ha? Sheri. Qo'shib aytamiz, ha? Ha, qo'shib aytaylik. Sementallarimiz nechinchi qoringa? Sementallar 2-3lar. 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 Mana. Voy, mana buni qarang. Voy, mashalloh. Mana buni qarang. Voy, polvon. Ketdi, mana shundan bitta tanishtirib ketaveraylik, bu ikkita bir. Ha. Mana bu birmi? Ha? Birinchi qoringa. Yo'q. Ikkita sheri. Ha, ikkalasi. Narxini bir aytaman. Ha, bo'ldi. Ma birinchi qoringanmidimmi aka? Yo'q, birinchi qorin emas aka. O ikkinchi qoringa. Hayajonlantiryapti. 2 ga 3. 2 ga 3. Bo'g'ozli davrichi. Yetuk bo'g'oz. Bunisi. Yetuk bo'g'oz. Ha. Bu 7,5 oylik. Bu sutdan chiqqan-a? Sutdan chiqqan. 7,5 oylik. Mana buni qarang. Voy, mashalloh. Lekin shuni uzi-puzi qilmadingizmi aka? Egiz bo'lishi mumkinmi? Ya, unisini bilmadim lekin. Yoki bitta katta tug'ada? Qorin katta-da aka. Demagan bo'g'ozligini aniq qilib gapirib bergan lekin. Ha. Qalmonni solgan, balu chiqqan. Buni qarang. Aka, bularda yukiga ham hisobi bor. Sementalligi ham bor. Ha, mana shu qancha kelar ekan? 900 usti, xudo xolisa. Keladi-a? Ha, kelib qoladi. Kecha shu Elmira degan fermasida 90 millionga chiqargan edim bitta semental bo'g'oz. Razi talash bo'ldi o'sha. Ano qiziqqanlar uchun 85 milliondan so'ragan bir 15 ta 20 ta odam so'radi o'shani. Unaqa puldan sotmadilar, sal qimmatroq pulga ketdi. Buxoro, Samarqand juda aktiv edi sementalga. Xo'p, bunimiz 10 kun bormi? 15 kunga qo'yavering. Ha? 15 kun deb qo'yavering. 15 kunga. Ha, yetib borib turadi. Ha, ana 1,5 oyga xudo xolisa. Bo'ldi. U ham zo'r ekan. U ham sutdan chiqib, yana 1,5 oy dam olsa, mana bunaqa yapaloq bo'lib yoyilib ketadi o'zi ham. Bu 2 ga. Yo, u 3 ga, bu 2 ga. Ha, mana yapalog'imiz 2 ga ekan. Shunaqa. Bunisi 3 ga. Keyingilar endi aka. Narxini aytmaymizmi bular? Hammasini bitta qilib aytaman dedingiz. Ya, ular bo'lay, bular bo'lay. Ha, bo'ldi, aytaymi bo'lsa. Ikkinchi qorin nechi pul? Dona-donaga bo'lsa-chi. 64 ga 63. Mana 63 63 million. Xayrini olib beradi. Jupiga bo'lsa-chi, jupiga bo'lsa 63 dan ketdi. Jupiga bo'lsa. 63 milliondan? 60 million. Do'ralarga hali nima qildilar edi, gazlab. Ya. O'zimiz naqasi yo'q. Voy, 63 milliondan, voy. Hozir olib kelib berishga faqat. Yashay aka. Mana buni qarang. 63 million qayerda bor bunaqasi? Yoki mana bunisi. Mana. Yur. Sabidaga mashinani nechta soqqansiz mashinani? O'zingiz chiqardingizmi sutdan? Buni bo'g'ozligida soqqanmiz. Ha. Endi bo'g'ozligida mana 6 oylik bo'g'ozligida kelgan, 18 tagacha sut bergan. Sutdan chiqib o'tgan paytda? Yangi Xudo xolisa. Ana unisi ham, ha? Ha, bular ketdi. Ha, ketdi, ikkita ketdi. Endi qarang, 4 ta qoldi-da. 4 ta narxini aytmagan.
Mana bu ikkita. 63 dan ketdi ikkitasi. Yanlış qolmanglar. Ikkovi bir joyda bo'lsa, aka, Ha, ikki. donaga bo'lsa, mana bu sal tikkaroq narxi. Bo'ldi. Bularimizni ichiga yosh ekan u buningiz ham, ha? Shunaqa. Mana shu. Xo'sh. Mashina yetib ketavering. To'xtalaring. Mana ikkalasi. Hayda. Ha, bular uchinchisi mana. Mana qarang, 4 talik. Ha, o ani esonimiz bilan. Mana do'stlar. Mana bular ham sotiladi-a? Sotiladi. Qiziqxonada Ishqozga? sotilaveradi, ha, ular. Telefon qilib so'rang, buni cho'rniy pestra. Shunaqa. Haqiqiy cho'rni pesti rossiyskilar. Oqi splashlovchiga sizlar yoqqa qochib turinglar endi. Ha, xafa bo'lmanglar. Yur, buyur. Aka bo'g'oz bular. Qochganmi? Bo'g'ozga olganmiz. Hal Aha. tekshirtirmadiku, lekin mana bunisi tayin bo'g'oz, narg'isi ham bo'g'oz. Bo'ldi. Ma'mulaniki. Bular 4 tasi bir aka. Aha. Tanlab olishga yerdan qaytamiz, donaga ham u ajratib olaman deydimi? Necha chiqoriligini Farqi aytib yo'q. keting. Mana shu yoningizda turgan, mana shu birinchidagi. 2, 2 ga. 2, narg'i ana 3, Bunisi 3. O devalchi yettigicha. 2, 3. 2, 2, 3. 2 3. Bular yililar 4 yilin butmi? Aka tekshirib olsin, 4 yildan men hali 7,5 oydan o'tgan bo'g'oz. Ya estonimiz ha? Ha. Ha. Institutdan endi chiqardik. Lekin ana povlari ham zo'r. Ha, napori ham kuchli edi. Zo'r. Bu 4 tasida qaltiradigan Hop, bunimiz 7,5 oylik bo'g'oz. bitta mana shu 7,5 oylik, Ha. 3 ta 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Ha, bir uzog'i 1 oy ekan-da smetanlarga. 4 ta ham uzog'i 1 oyda qutulib bo'ladi. Xudo xolasa. Eng oxirida bu. Oldinmi ketib tug'adi. Eng oxirida Eston, qolgani tayyor. Kulminatsiyasi aka. Tanlayman deganga nechi pul? Hamma ham 4 tasini bir joyda ola olmaydi aka. Qarang, mana shularchi 65 dan 69 milliongacha ish bitadi. Hop. 69 ga qaysi biri? Mana. Eston bor, Aha. yonidagi bor. Mana anoni 66 million bo'lsa berib beramiz. Devor yoniga. Ha. Mamichi? 67. Savdosi bor aytayotgan narxlar. Ha. Endi 4 tasini bir joyga olaman degan odamga Kelishtirib beramiz aka. yashay aka. Do'stlar, xotirjam kelib, doktoringlar bilan kelib bemalol tekshirib olaveringlar. Ishonchli joy. Darvoza shu, mollar shu qo'rida turibdi mana. Sodasini qiling, telefon qiling, lokatsiyasini tashib beradilar. Kelsin tepasida ko'rsin. Ha. 69 deganman, 69 ga olayotgan joyi yo'q. Shunaqa. Kelishtirib yo'lida qilib dastavkalarni ichiga qilib beramiz. Hozir misol uchun Sayfiddinaga 68 dan chiqaring desam, mendan nima ketib chiqaraveradilar. U ko'zbo'yamachilik qilmaylik. Shunaqa. Ko'zbo'yamachilik qilmaylik. Yo'q, 75 dan chiqarib qo'yib 5 million tushirib yuborish u kerak emas. Mol turibdi, keling doktoringiz bilan. Aka o'zingiz ko'rib bilib yuribsiz-da. Ha. Hech joyda hozir 70 dan kam semental chiqarayotgan yo'q. Oka, birinchi qorinlarni 75 ga ham topib bo'lmayapti bu hozir. 70 dan kam chiqarayotgan joyi Ana yo'q. smetan laqablilar bor lekin. Smetan laqabli ular. Mana shu 4 tasini-chi, Ha. kelsin, yilini tekshirsin, yilinda nuqsoni yo'q. Aha. Bolasini tekshirsin, tayyor bo'g'ozlar. Eng kerakligi. 7 ishtisi. Yurursa. Mana qarang. Men bularni ajralib tursin demoqchiman. Ha. Adashib ketsa-chi, ana Ha, mana buni shunaqa pullarni o'ding-ku. ha, oladigan odam bilan yanglishmovchilik bo'lmasin. Mana buni dedim-da. ikkalasini shuncha harakat qildik, o'zi birga turyapti. Mollar zo'r do'stlar. Telefon qilib baraka qilish kerak, tamom. Savdiriga ona bolani ko'rsatib ketamizmi? Ona bolani. Aka tuzalib olsin u. Ha, keyin-a? Mana bular ko'rib tursin. To'g'ri, Tuzalib olsin. kichkina pulga olishmaydi. Sog'lom Shunaqa. butun mol olishsa. Chunki mana bunaqa narsada aybi bo'lgan bilan ham 65 ta ustida-da u. Ha, Hozir shunaqa, aytadi-da, nima deyapsan sen deydi. Ha. Griboga bor degan savol tug'iladi. Xayoli buziladi, xayoli buziladi. Tayyorini mana, sog'lomini. Zo'r aka. Bularni qarang. Mana do'stlar, kamera kadr uzmay olib beryapman. Oyoq qo'llari sog'lomligini ham ko'rib olaveringlar. Ya aka, oyoq qo'lda muammo yo'q, mana ushlagan.
Aka umuman oyoq qo'lida anaqasi yo'q, muammosi. Iston. Qo'lda ham soqsa ketaveradi, apparatgami? apparatda ham. Savdiriga mana qarang, hozir mashta bo'lib qoldi. Eston kuchlimi, Svetal jirnisda? Iston Mama? kuchli. Iston kuchli. Shved bilan bu tursachi? Teng. Ikkalasa? Ikkovi teng. Badanini qarang. Lekin Yana hamchi, oziqaga ham bog'liq. ha, boqish kerak. Qurib barda berib qo'ysangiz, hammasi bir xil bo'lib qoladi. Ha, jirnis tushib ketadi, yeb yemasa. Mana shu galishlarni o'zim ko'rganman, to'rdan baland beradi. Ha. 4,5. Hammasi yemidi ekan. Shunaqa. Oziq. Mana savdirgan bo'ylariga solishtiraveraylik Estonni. Kichkina mol emas, yoki Svetallar. Onlayn savdolar ham bor-a? Bor. So'raganga. Bo'lak qilib ham video tashlab berib o'tiramiz. Ishimiz shu. Ha, ishimiz. Yashay aka. Mana o'tgan safargidan bitta qolgan. Mana. Bu ham sotuvda. Bu qochmoqda hali. Sherilarni sotganmiz. Telefon qilinglar. Ha, qarang. Sherilarni sotganmiz. Ha. Bularni-chi mana buni qo'yganmiz. 36 milliondan qo'yganmiz. Ha, Svetallar bor edi ichida. Ukrainkalar. Shunaqa. Bu bitta o'zi qolib ketdi. Yengilroq qilib beraverasiz. Aka 32,5 savdosi bor. Bo'ldi, yashang aka. Mana. Qochgan. Qochdimi? Qochgan. Ya lekin bo'g'oz deb bermayman, lekin qochgan. Qochgan. Lekin mashli savdiniki misol uchun qaytalab qolsa, alliga ham sakraveradi, katta sigirlagan. Ha, shunaqa. Bitta mana shu qolgan. Endi qiziqqanlar bo'lsa, u ana mana. Har tomonlama kelgan. Zo'r aka. Manzarani qarang. Shuni pyostralar ham, bular ham sotiladi. Hey yashang aka, bir maza qildik. Ko'rib, musofirda akalarimiz ko'rib ko'zi quvnadi. Shunaqa. Qachon men olaman degan akalarimizga yetqizsinlar, iloyim, yorug'lik tezligida yetqizsa, olishsa, boqsa, maza qilishsa, eng muhimi ishxona uyda bo'lsin. Shunda odam o'ziga o'zi xo'jayin bo'ladi-da. Shunaqa. Oila qachon ocharki? Anu mana deyishmaydi. Men shuni tarafdoriman. Hamma o'ziga o'zi xo'jayin bo'lsa, hozir bitta gadir ushlaymiz. Mana. Voy, chettigina ham qaytaveramiz. Sementalli ham. Voy, yaramaslar. Do'stlar, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Videoni tanishlik uchun jo'natib qo'yamiz. Toshkentda hali ham shunaqa puldan semental bor ekan deb gruppaga tashab qo'yinglar. Mana. Hammasi zo'r, yedishdi, sog'liqlari zo'r, eng muhimi arzon yemishda turibdi. Allohga tavakkal qilib ishni boshlash kerak. Bo'ldi, tamom. Sizlarni yaxshi ko'ramiz do'stlar. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Film tugadi. Yur. Lekin mana alohida mavzu. Shunaqa. Voy, pompalog'im. Esalomon qutulib ol. Orqani qarang. Ya aka oyoq qo'li choqqan, xudo xolasa muammosi bo'lmaydi. Lekin bo'g'ozga yurib turgan zagon zo'r aka. Shunaqa, zagonga yetadigan yo'q. Shunaqa. Odamda ham shunaqa-ku. Ha. Odamda ham shunaqa. Qancha harakat bo'lsa shuncha yaxshi. Ha. Bu yoq olsam bo'ladi. Shunaqa. Zo'r aka. Xudo xolasa 3-4 kunda bitta video qilamizmi? Ana yangi partiyani? Xudo xolasa keladi aka. Keladi. Sutli sigirlarimiz bormi so'raganga? Qarang, hozir sutli sigirdan bibola bor-da. Ana ona bola tayyor yo'q. Ha. Kirib ko'raveradi, farqi yo'q. Bo'ldi aka. Haydab o'tiring, turaversin. Mana. Keling, ko'ring, miyaga dam bering. Aka, Xudo bozoringizni bersin. Hammasini Xudo xolasa keyingi videoda tugatdim ukamdek. Olgan akalarimizga barakali bo'lib kirib borsin.